Ota-onam va yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'da narxlar qanaqa bo'lyapti? Vodiydan, Toshkentdan qachonga reyslar bor degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'rib turasizlar. Vodiydan yangi reyslarimiz qo'yilgan. Sizlarga narxlarini, sanalarini, hammasini, shart-sharoitlarini, to'lov masalalarini sizlarga to'liq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Videoda boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqib turasizlar. Like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'offor kanalidan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, reyslarimiz yangilari qo'yildimi aka Vodiydan? Xo'p, avgust oyiga reyslarimiz qo'yildi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Hozir Vodiynikidan boshlaymiz, xudo xolasa. Andijon, Namangan, Farg'ona reyslarimiz 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 avgust kunlari Vodiy bo'yicha reyslarimiz qo'yildi. Bu qaysi joylardan deydiganlar uchun Namangandan, Andijondan, Farg'onadan. Qaysi sizlarga udobniy bo'lsa, shu viloyatimizdan uchiraveramiz, xudo xolasa, viloyat bo'yicha. Qulay bo'ladigan bo'lsa, Andijon, Namangan. Chislovlari 1-avgust, 3-avgust, 4-avgust, 5-avgust, 6-avgust, 8-avgust, 9-avgust. Yo'q, bizga Vodiy uzoqlik qiladi. Biz Toshkent udobniy deydiganlar uchun Toshkentdan ham reyslarimiz qo'yilgan. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Bularni kuni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avgust kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Bularning hammasini narxini Vodiynikini ham, Toshkentnikini ham $930 dan qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib beramiz. Narxlari bir joylarini bron qilsa bo'ladi telefon. Bemalol. Endi sharoit qanaqa deydigan obunachilarimiz uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi bir gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushiladi. Lekin avtobus xizmatlari o'sha yo'lga qo'yilgan. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Keyin 50 bosh xizmati iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa. Undan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi. Iloji boricha vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Zo'r gap bo'lishi mumkin. Xudo xolasa mana sharoitlarni tushuntirib o'tdi. Aytilgan hamma narsa bo'ladi aka. Xudo xolasa. Endi to'lov masalalari qanaqa deb o'ylayotgan obunachilarimiz uchun to'lovlarimiz xolasalang ofisga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor ofislarimiz. Bundan tashqari, yo'q, bizga ofislar uzoqlik qiladi deydiganlar uchun onlayn joylarni bron qilsalar ham bo'laveradi. Shu nomerlar, o'zimning nomerim, Telegram, WhatsApp ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Qanaqa qilib onlayn joylarni bron qilishlikni tushuntirib beraman, xudo xolasa. Yana qanaqa savollaring bo'lsa, bir narsani noto'g'ri aytgan bo'lsa, to'g'rilab qo'yishlaring mumkin. Uzr so'raymiz oldindan. Yana qanaqa savollaring bo'lsa, to'g'ri telefondan telefon qilib so'rasalar ham bo'laveradi. Ilmimizga yetgancha javob beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa pastda o'zlarining nomerlarini qo'yapmiz. Ismlari Abdug'offor. Xudo xolasa telefon qilsalar chiroyli qilib ma'lumotlar beriladi. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyada Umra safariga borishlari mumkin. Bu videoga bitta like bosib, Umra safariga bormoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'yasizlar videomizni. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.